Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyatlarida jamoat namoziga kelish kayfiyati haqida shunday so'zlanadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, agar takbirni eshitsangiz, namozga sokinlik va viqor bilan yurib boring. Shoshilmanglar. Namozni yetgan joyingizdan o'qib, qolganini yetkazib qo'yinglar. Kishi ba'zan namozga kech kelishi bor narsa. Namoz boshlanib, takbir aytilayotgan bo'lsa, aksar insonlar shoshishga harakat qilib qoladi. Ammo bu ish sunnatga xilof. Namozda boshlanganini eshitgan zahoti mo'min kishi shoshilmasdan viqori bilan namozga yetib kelib, yetgan joyidan davom ettirishi kerak ekan. Shunda ana shu inson Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga itoat qilgan bo'ladi. Agar biron rakatni amalni yetisha olmasa, uni jamoat salom bergandan so'ng o'zi namozni tugatmasdan davom ettirib tamomlab qo'yadi. Shoshilib kelishda jamoatning namoziga xalaqit berish bo'ladi. Namozxonlarning xayoli chalg'imasligi kerak bo'ladi. Hansirab, tapur-tupur qilib, ba'zida qo'lidagi narsalarni, kiyimlarni yerga uloqtirib, shoshib, ertaroq biron rakatga yetaman deb butun boshli jamoatni xayolini o'g'irlaydi. Qolaversa, bu shoshilishligi bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning nasihatlariga itoat qilmagan bo'ladi. Ya'ni sunnatga amal qilmagan bo'ladi. Ba'zilar shu qadar shoshib keladiki, yon atrofidagilar uni har bir nafas olishini, qolib ketgan namoz zikrlarini pishillab aytayotganini baralla eshitib turadi. Go'yoki ugina namozga kelgan, go'yoki birinchi marta kech qolganday. Bunday beodoblik ishlari nabaviy sunnatdan emasligi, ummatning odobiga zid ishlardan hisoblanadi.